Ben öçürütey. Teximi asan bolsa, ma'lum öçürütey. İşte nölden başlap yazaylı. Mana torna mana tor adresim şu. Mani sizlarga qanday batma maytmi mani ishiltib bakmagan. Men zumni ishiltatdim ma'lum. Başqa ishlar turdi. Bu sizlarga kuchini qanday batishni bilmayman. Mush adresdan nisha yazaman. Mana Malu Google Meet'ni çağırayım mı? Ama sırf karşı kamerayı çeşitlilik derse boyunca da 3 tane çıktı ama aşağıya bassınız bunda bir kanca talaş çıkıyor. In call message degan yere bassınız aşağıya chat çıkıyor. rahmat mushuni istanglar. Shu kod yozgan ham şey chiqdi. Sizlar aranada bir-birini taqtinglar. Men endi vaqtni isrof etmay. Demak, bo'lgan kodni bir şey yozamiz. HTTP online gdp.com online C++ compiler. Aslında bu ekran çıkdı. Bu ekranı açaldınlar mı? Bu ekranın içinde ana bir şey kod yazaylı, birlikte yazaylı. Açalsanlar açtıktanlar. Ben chatga aytib qo'ydim. Rahmat. Ama siz bir mıl saklaydı. Hemen içinde bir şey to'liq bo'ldi. Hemen açaldık desanglar dersimizni boshlaylik. Ben açtım. Yaxshi, yana-chu? Ben açtım. Yaxshi, yana? Ben açtım. Yaxshi, 3. 10 bola bo'lsin. 4. Ben açtım. 4, 5. 5. kim o? Ben açtım. 5. Yaxshi. Yana. Tat. 5, 6. Endi biz boshlaydi. Mana biz odatda C++da mayli Arduino bo'lsin, qiya bo'lsin yozsanglar boshlashlarni yozib qo'yamiz. Yaxshi. Men burun dars o'tgan edik. Chunki men input yozgan vaqtimizda asosan C++ bilan munosabatlik barliq kutubxonadaymiz yordamchi programlarni o'sha import qiladi. Yaxshi. İkincisi using namespace standart qilgan vaqtimizda standartimiz eng ko'p ishlatiladigan o'zgartirishlarniki adresni import qilgan bo'lamiz. Bu bizga programlarni yozishga yordam qiladi. Endi biz sinab boqaylik. Merhaba deb yozib boqaylik. CO deb yozib boqaylik. Anandagi bu bo'lsa to'g'ri ishlagan bo'lamiz. Masalan, merhaba deb yozaylik. Men buni C++dan nish qo'ydik, cheklik 5 qo'ydik. Bizlar mana cheklik 5 ni qo'yib o'taylik. Masalan, run qilsak, mana merhaba bo'ldi. Demak, bizning bu yerda to'g'ri ishlayotgan bir program bor ekan. Bo'ldi. Bundan bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Merhaba deylik. Biz bugun nima o'rganamiz? Biz array o'rganamiz. Shunami? Unda bo'lsa arrayning mantiqini va prinsipini tushunib o'taylik. Unda biz bunday qilaylik. Mana o'tirib turib biz burungi darslarda o'zgarguvchi tanitishni o'rgandik. Masalan, deylik integer a deylik 3, sonra integer b deylik 4, integer masalan c deylik. Qaranglar, qanchadan bo'ldi? Masalan, c dan qancha 10 deylik. Qaranglar, mushkulimiz demak buni bu yerda 3 dan san turibdi. Ham birini qilib boqaylik. Qani integer d deylik. Qancha deylik? Sana 3, 4, 5. Mesela 5 deb yozaylik. Mana bu yerda 5 tane san to'plagan bo'ldik. Yaxshi. Endi biz shuni qo'shib boqaylik. Qo'shmoq bo'lsak qanday qilamiz? Mana integer deylik, n deylik. N deganimiz qaranglar, a qo'shiman, b qo'shiman, c qo'shiman, d qo'shiman. Qaranglar, 4 ni qo'shgan bo'ldim. Endi mana natijasini ekranga yozib boqaylik. C out deb yozib boqaylik. Qana deylik, natija yozaylik. Natija deb deylik. Ananiki mana qilib kim yozamiz? N yozaylik. Ananiki enklan deylik. Yangi satrga yangi quruq o'tib ketaylik. Ana qancha chiqdi? To'plab boqaylik. Voy, qaranglar, 22 chiqdi mana.
Demek bu neticede köydük. Şimdi en yaxşı asan tapdık. Hem de bizde bir mesele var. Mesele nima? 4 sanlığı birden qo'shib chiqarib etdik. Eğer 10 tane san bo'lsa, işte 10 tane yazamdık. Bu bek ehmoqona bir ishlab qoldi-ku bizga. Unda bo'lsa, buni biz qanday qilamiz? C++da biz array oluşturup bakaydı. Array. Qancha bor ekan? 1, 2, 3, 4. Unda biz 4 sanı dağlar desde. Biz bevosita bir array bilan yoki texnologik kullanışlı bir son bilan qilib bakaydı. Eğer alsak 100 ming son bo'lsa, birdamlik chiqarib o'taymiz. Masalan, qanday qilib bakaydı? Bek komment yozaman. Qana array. Ne deyli? Define an array. Deyli. Yoki bir tane array yani Uyg'urchada list desek bo'ladi, tizimlik desek bo'ladi. Bunun sintaksi şu şekilde. Mesela integer deyli, buna isim bireyli. Neyimiz? Sanlar deyli, sanlar deyli. Deyli qıranlar buna C++'da sanlarda bir tizim oluşturmak istiyorsanlar bunda qo'shtin işletisizler. Mesela kaç tane san işleteydi bu yerde? Qıranlar 1, 2, 3, 4 tane san var ekan. Güzel. 4 sanı qildik. Qıran 4 sanı qilib etsak, niye gap bo'ldi sanlar? Bu yerda şu sanlarning ichida 4 tane sanni qo'shalaymiz degan gap bo'ldi. Endi biz mana sanni berib boqaylik. Qaranglar, sizlarga men qiziqar narsa o'rgatmoqchiman. Mana qaranglar, sanlarning birinchi soniga 0 dan boshlaymiz. Masalan, bundan kimni biray? A'ni biray. Güzel. Bu şekilde qanchasi bor? Sanni 4 tane yozalaymiz. Qaranglar, kopya pastlay zamanı 2, 3, 4. Mana birinchi songa A'ni berdim. İkinci songa kimni biray? B'ni biray. Evet. Üçüncü songa kimni? Mana birinchi son. Evet. İkiga C'ni biray. Hop. Üçüncüsüge kimni biraman? D'ni biray. D. Mana. Qaranglar, A'da qimmatda men degan gapim bo'ldi 3. Masalan, yozib mana kim kelgan bo'ldi? 3 ni qo'shgan bo'ldik. Mana kimni yozgan bo'ldik? 4 ni bergan bo'ldik. Mana kimni bergan bo'ldik? 10 ni bergan bo'ldik. Mana kimni bergan bo'ldik? Din berganimiz uchun 5 kelgan bo'ldi. Qaranglar. O'zgargan bo'ldi. Qaranglar, sonlar. Sizlarga deyilgan narsa bir narsa shu. Sizler mesela C++'da şunda bir o'zgaruvchi tizimlik tanısanlar 0'dan başlaydı. 0'nci a'za, 1'nci a'za, 2'nci a'za, 3'nci a'za. Endi biz nima bakaylik? Qayt qo'shib bakaylik, ya'ni yana qatim qo'shib bakaylik. Masalan, nima deymiz? Yana bakaylik, endi bakaylik, qaytadan qo'shib bakaylik. Endi qanday qilaman? Qaranglar. Ma'nosini qo'shib bakaylik, chiqamdi, chiqmamdi. Masalan, qaranglar, son 1 qo'shiman. Ne gitti bu? Mana. Sonlar 1. Qo'shiman. Qancha sonni? Birinchi sonni qo'shiman. Ikkinchi sonni qo'shiman. Uchinchi sonni qo'shiman. Qaranglar, 3 ta sonni qo'shgan bo'ldi. Mana. Birinchi son 0, 1, 2, 3 soni qo'shayotgan bo'ldim. Endi qaytadan natijani chiqarib boqaylik. Qanday chiqadi? Men kopyalar, menga qayt yetkazib boqaylik. Natija end line. Qarab boqaylik, 22 chiqamdi, chiqamdi, uni ko'ramiz. Run'da boqaylik. Nerede qoldi? Run. Voy, qaranglar, 22 chiqdi. Demak, o'xshash narsa ekan. Bu yerga prinsip nima bo'ldi desanglar, bu yerga prinsip shu. Demek bu yerda A, B, C, D deb ayrim son bergichlik. Biz miqdorlar aytganmiz. Bevosita ham sonlar 0, sonlar 1, sonlar 2, sonlar 3 deb yozibgan. Sonni bevosita bersak bo'ladi. Masalan, A yozmay bu yerga qitini bersak bo'ladi. Masalan, boshqa son bersak ham bo'ladi. Masalan, qaranglar, mana o'zgartiraylik. Sizlar qaranglar, mana yana qilib qo'yay. Kompyuter. Mana qaranglar, men 4 ni oldim. Men qatim boshqa son beraylik. Masalan, A bermaylik. Kimni beray? 100. Kim bo'lsa mana 10. Men o'chirib aslida kallamni ish ketmasin. Qana boshqa samagan bo'ldi. Mana qancha bo'ldi? 10. Mana kimni qo'shay? 5. Qancha bo'ldi? 115 nima?
Yana qancha? 115. 3ni qo'shsak 118 bo'ldi, shunami? Qaranglar. Ana qayta ishlab boqaylik. Masalani chiqarib boqaylik. Qancha ko'ramiz? Masalan, kopiyala niyaga qayta ishlab boqaylik. Deb. Masalan, ana qancha ko'ramiz? 118 ko'ra olamizmi? Qarab boqaylik. To'g'ri chiqdi. Nimishqa? 5 ni unutib qolibdi xabarda. Voy, qaranglar. 118 chiqara oldik. Bu nimaga yaxshi narsa bu? Endi qaranglar, nish qildik? Sonlar. Ya'ni bu yerda A, B, C, D deb Ahmad, Mahmud, Samad deb yozishga hech bir ehtiyojimiz qolmadi. Bu to'liq yaxshi narsa bo'ldi. Unda biz nish qilib boqaylik. Endi gap shu, 3 dan sonlar manda yozdik. Ammo biz buni bir ekranga yozib boqaylik. Texnik oson bir usullar bilan. Qanday yozamiz? Masalan, qaranglar, mesela ekran yozmoqchi bo'lsak, qaranglar, sizlarga shuni ko'rsatay. Qaranglar, cout. Qaranglar, qanday yozamiz? Sonlar uchun, pardon. Çünkü sizlarga bu mantiqni konseptini tushuntirmoqchi bo'ladimi? Qaranglar, men kim yozaman? System 0. Qaraylar, bu end line. Qayerga chiqib o'taylik? Yeng from kesson. Bunda qancha son bor? 4 son bor, qaranglar. Mana mavi 2, 3, 4. Qaranglar, bu yerga 0-chi a'zoni yozdik. 1-chi a'zo, 2-chi a'zo, 3-chi a'zo, 4. Qaranglar, bu 3ni yozgan bo'ldik. Yozib boqaylik, qani. CEO bizda sonlar. Qani deydi? Sonlar. Biz qo'yaylik move to new line. Boqaylik run. Qani bizning ekran nima? Run desa qaranglar, ko'rsizlar mana. Ko'ringlarmi mana? Qaranglar. 115 3. Voy. Demak, bu qanchasi? Shunlar mana qaranglar. Shu 4 qo'r nima bo'ladi? Mana sonlarni beryapti. Endi bu yomon qiziqarli bir narsa bor. Qaranglar. 0 1 2 3 deb mana ketyapti, shunami? Unda bo'lsa, men buni texnik oson yozib bo'ladimi? Yozalayman. Qanday yozaman? Okay, now we can use a loop. Masalan, now we can use a nima? Loop. Biz bu yerda bir döngü deymiz, bir hal qilsak bo'ldi. Masalan, qaranglar, masalan, for ishilib boqaylik. Biz oldinda o'tgan edik. Masalan, integer deylik, I qancha 0 dan boshlaydi deylik. That I kichik bo'lsin, qancha bo'lsin? 4 dan kichik bo'lsin. And I plus. Qaranglar, mana bu sonni yozib boqaylik. That open, close. Meni yozib boqaylik. Qaranglar, cout deb boqaylik. Cout deb I yozib end line. End line yozsak. Qarab qo'yinglar, bu kimni ko'ramiz? Mana sevdi comment display-ga cout nima? Test a loop is qo'ydi. Qaranglar, mana yozib boqaylik. Run. Qo'y ko'ringlarmi? 0 1 2 3 chiqadi. Unda bo'lsa biz nima ish qilamiz? Shu ayni o'chirib o'tib, qaranglar, mana comment qilishlik keyin kirishinglar mumkin. Agar mashak mal kodni yozsam qanday narsa chiqadi? Qaranglar, agar cout yozib, nima yozay? Sonlar, qaranglar, sonlar yozay. Endi niyaga indeksni yozib qo'yay. Ini yozsam nima bo'ladi? Qaranglar, nima? End line. Qaranglar, qanday bo'ldi? Mesela qancha A 0 bo'lganda 0 bo'ladi. Shunami? I 1 bo'lganda 1 keladi. 2 bo'lganda 2, 3 bo'lganda 3 keladi. Qani endi sonni yana yozib boqaylik. Voy. Qaranglar, endi kim chiqdi? Sonlar 0 da kim bordi? Sonlar 0 da qaranglar mana. 100 bordi mana. Qaranglar, 100 chiqdi. 10 chiqdi, 5 chiqdi, 3 chiqdi. Ha, demak, bizda bir qonuniyat bor. Qaranglar, shu kichikgina 4 qo'r ham bilan xohlagancha array ya xohlagancha dizni qanday ekranga besib chiqara olayman degan gap bo'ldi. Unda bo'lsa, men bu sondan natijasini chiqarib boqay. Ha? Qanday masalaga chiqadi? Unda bo'lsa, bu natijasini chiqarib boqay. Qanday natijasini chiqarman?
Bunda biz boshqa nima miyaga inni iz bo'lgan tuqqan biz. Inni mas 0 deyli. En 0 bo'lsin. Qana mana bunday qilamiz. Qaranglar. En tan en qo'shman qaranglar sonlar mana. Kim yozdim bu yerga? In yozishim kerak. Qaranglar mana. In yozdim mana. Tık. Ondan keyin miyaga iz boqaya mana. Kim yozdim? Natija mana. Qaranglar. Boqaylar, o'xshash natija ko'ramizmi? 118 ko'ramizku. Qana qarab boqaylar, mana döngü tuzgandan keyin eniz boqaylar. Randa boqaylar. Ran. Voy, qaranglar mana. 118 chiqdi. Mana ko'ringlarmi? 118. Demak, shu qarang shuncha uzun programni yoki shuncha uzun kodlarni ish qildik. Biz qaranglar 3 tane quru bilan chiqaryaptik mana. Demak, arrayninki dizlan farqi shu mana. 100 bu şekilde işletimiz. Bu yerda muhim konsept shu. Bu cho'qim 0 dan boshlaydi. Undan keyin kimdan kichik? Mesela 4 dedik-ku, 4 degan bo'lsak, 0 dan boshlanganligi uchun eng oxirgi sonniki biz mana indeks deymiz. Indeks 1 kichik bo'ldi. Biz 4 a'zo bo'lgan bo'lsa, qaranglar, qancha degan to'q biz 4 a'zo. Mana qaranglar, 4 yozgan tushunaman. 4 degan bilan eng keyingi a'zoning indeks 3 bo'ladi. Sababi nima? Sababi 0 dan boshlaydi. Yana bir mashq qilib boqaylar, masalan. İkinci bir usul yana bir qilib. Let's out. Böyle yana bir mashq qilib boqaylar, yana bir mashq. Yana bir mashq qilib boqaylar. Masalan, bu qatim boshqa qilaydi. Hamda masalan ba'zida biz bundami qila olamiz. Masalan, integer qaranglar, numbers. Deyli, numbers. Deyli, numbers. Masalan, ba'zida mandalar qilsak bo'ldi, qaranglar, qilib ba'zida sen adsani bulardi. Qaranglar mana. Bundan avtomatik sana ulaştırır. Mesela 1 9 1 qaranglar mana. 9 5 6 3 4 1 ya da 10 yazaylik. Qaranglar mana bunda qilsanglarmi bevosita o'rlashtirib. Buning farqi nima? Mana 1 2 3 4 5 6 7 8. Buning maqsadi şu kod şununla o'xshaydi. Qaranglar, bu men gap integer numbers men gap 8 deganni shakllantirgan bo'lsa, masalan, qaranglar mana 1 2 3 4 5 6 7 8 qaranglar mana 8 tane sonliq bir dizni ichiga olgan bo'lsa, 8 avtomatik mishaga kirib bo'lgan bo'ldi hozir. Chunki C++ boshda mani sanaydi. Qancha son bor deb, masalan 1 2 3 4 5 6 7 8 deb bani sanab o'tadi. Uningdan keyin qarab boqadi, bularimiz o'xshashdan bo'lishi kerak. Agar menga nuqtali son qo'ysanglar ishlamaydi. Cho'qqanimiz integer son bo'lishi kerak. Bu yerda qaranglar, array bo'lganligi uchun buni qarab mani ataydi. Demak, butun son deb. Xohlasangiz bu yerga ism yoza olasizlar, string yoza olasizlar. Qolgan narsa qo'ysanglarmi bo'lardi. Endi biz qaytadan mani yana qanday natijani chiqarib boqaylik. Nima tez chiqaramiz? Mesela qanday qilamiz? Yana bir tane for döngüsü ona qilamiz. Başlaymiz qilaylik. Integer sum deylik. İngliz qismida qarang 0 bo'lsin. Bu sumga qo'shib boqaylik. Mesela yana chiqarib boqaylik. For yana o'xshash deymiz. Qarang, integer I 0 dan boshlayman. I kichik kimdan bo'ladi? 8 dan kichik bo'ladi. Chunki burada jami 8 tane a'zo bor. Güzel. Ondan keyin I plus deyman. Har qatim bir basmak o'rlab mangadi. Mana miya kiro mana forni shaklini ish qilma va sumga to'playman misini. Sum eşittir term sum qo'shman sum nima deydi? Qaranglar, numbers. Güzel. Bunun ichida kim bor? Index i nima? Mana i. Güzel. Qaranglar mana bitti. Endi nima ish qilib bundan? Masalan, tutgandek keyin qaranglar mana hammasi bir-birlab qo'shyapti miyaga mana. Bir-birlab qo'shyapti. Samga mana 0-chi element, 1-chi, 2-chi a'zo qo'shyapti. Biz tutgandan keyin miyaga natijani chiqarib olsak bo'ladi. Masalan, mana endi kopyalay, yozay. Men deymiz, natija bo'lsa, maqbul kim yozamiz? Sum yozamiz. Qaranglar, sum. Masalan, yana rang qilib boqaylik, qaranglar, rang qilsa qancha ko'ramiz deb. Mana. Qaranglar, bu qatim 40 bitdi mana. Mush sonni sizlar quloqlar hisoblab boqsanglar, cho'qim mush sonni ichida 40 chiqadi. Biz mana buni biz array deymiz. Agar xohlasanglar bu arrayning ichiga kimni qo'sha olamiz?
Mesela normal kişilerin, adamların isimlerini koyuşumuzda bulalaydı. Mesela o vakti kimni koşumuz? O vakti biz miyege mani işimiz gerek. İsim koymak bolsanglar, that include ne qilamiz? Qaranglar, string deb mani ekilsizlar. String deganni alsanglar, mana bu yerda bitayli. To'g'ri. Asli masalan bir ismni shakllantirasizlar. Masalan, qaranglar, yozaylar, Cout ism tizimligi qaranglar. Masalan, ism tizimligi daily new line and bit. Ben qilib boqayli. Qaranglar, kodimiz to'g'ri bo'lyapti. Mana ism tizimligi ham chiqib boqayli. Masalan, ism shakllantirmoqchi bo'lsaqlar, bu qatam nima qilamiz? String olamiz. Chunki stringni olgan bo'ldik. Masalan, deymiz, ismlar deyli. Qanchadan ism qo'yamiz? Mesela 5 tane qo'yili. Mesela bir vasıtamda qilsam bo'lardi, o'xshash yana. Albatta bu nima bo'lishi kerak? Bu tizimlik bo'lishi kerak. Tizimlik bilan tirnoq ochamiz. Menga mana yozaylik. Ahmadjon Qosimi yozaylik. Evet. İkincisi Sabit Damullam yozaylik. Üçüncüsüge yana birini yozaylik. Nurlugum yozaylik. Yana bir tane yozaylik. Kim yozaylik? Aman Nisahan yozaylik. Aman Nisahan yozaylik. Qaranglar mana qancha ism bo'ldi? 1, 2, 3, 4 tane ism yozgan bo'ldik. Bit chektik 5ni qo'yishimiz kerak. Endi nima qilib boqaylik? Biz bu ismlarni ekranga yozib boqaylik. Bir qanday yozamiz? Albatta bir tizimlik for deb yozsak, yine asan chiqadi. Masalan, qilib boqaylik. Qanday? Mana for, mana ochib tirnoq. Kimdan boshlashim kerak? Index I 0 dan boshlayman. Güzel. I kichik bir qanchadan almam bor? Azaba J 2 3 4. Bu yerda 4 ni ishlataman. Albatta, undan keyin I++. Yani bir-birlab yuqoriga chiqish kerak. Mana ochdim parantez. Endi nima ish qilaman? Bunun ichidan ismlarni bir-birlab yozdirib boqay. Mana Cout ekranga yozgan gap. Kimni? Bu qatim ismlar. Qaranglar, ismlar. Buniki indeksini beramiz. Qaranglar, mana ismlarga 0. Aynı beramiz mana. Qilib, albatta undan keyin kim chiqamiz? Yana bir tuqruqni kessin. Mesela ben de bakayım. Ram. Vay kralı ben çıkarttım. Ne çıktı bana? Kralı bana isim tizimliki. Ahmetcan Kasım'ı. Sabit Damullam. Nuzugum. Aman Sahan. Mana. Demek bir eğer string işletsek bunların içine koyulatkenimiz, isim koyulatkenimiz. Eğer halsanlar mesela bununla ismini özgerteleysizler. Halga ismini özgertkelimi buludu. Mesela isim o'zgartmoqchi bo'lsang qanaqa qilsa, mesela deysizlar, mesela qaranglar, ismlar mana qolsa indeks qanchinchi bu birinchi a'zo shunami? Unda biz 0 deylik, 0. Buningga yana bir ismni o'zgartaylik. Masalan, kimda Ahmadjon Qosimi Reis deb yozaylik. Qaranglar, Reis deb yozaylik. Ahmadjon Qosimi Jumhur Reis deb yozaylik. Mana cheklik 5. Mana o'zgargan bo'ldi. Endi qilib qayta mesela form yamribamiz boqaylik. Deb. Mana qaytadan yozib boqaylik. Qana o'zgaradimi, o'zgarmadimi? Run. Voy, qaranglar mana. Endi o'zgargan bo'ldi. Ahmadjon Qosimi Reis. Ammo men qo'shib qolibdi-ku. Chunki to'pisiga mana yozdik. Menda qayta komment yozib qo'yaylik. Cout yozib o'zgartish Üstep koyla mana. New n. Qisam mana chiqdi. Tak mana o'zgartish qilamiz. Mana o'zgartgandan keyin qarang, mana Ahmadjon Qosimi Reis deb o'zgartgan bo'ldi. Men bu yerga qancha odam qo'ydim? 4 ta ism qo'ydim. Shu 4 yozdim. Xalsam 100, xalsam 1000 nurg'un narsani qo'sha olamiz. Buningda hech qanday masala yo'q. Hamda çünkü benim bildiğim vakit 40 minut. Yani bir qancha momentlik vaqtimiz bor. Siz onu bir ko'rsatay. Yana bir narsa bor. Qarasanglar, men form ko'rib olsa shunami? Siz uzun ketib qoldi bu. Chiq uzun yozadi. Biz buni texmi asaraq yozish usuli bormi? Desak, yana bir usuli bor. Sinab boqaylik, qaranglar.
Biz bunu for each deymiz. Qaranglar, for each deb qo'ydi ba'zida, ama for each'ni ishlatmaydi bu yerda. Masalan, qarang, men ismni mana uzun narsa yozmayman, mana bir narsa yozib boqaylik. Misol qaytib yozib boqaylik. Qaranglar, for ochaylik, string deymiz, name deb, masalan, ismlar. Qaranglar, manda qilib yozib boqaylik. Yana shu narsa chiqamdi, chiqmamdi. Masalan, cout kim yozamiz bu qatim? Name yozamiz, and line deb, bu yerda qana cout qilay, alishib ketmaslar. Test again qana tizimlik yana yozamiz. Bo'lsin, yozamiz, new line n. Qaranglar, mana biz boqaylik. Mana ko'rib qo'ysanglar, chunki ba'zida qarashim voy, yana bo'ldi. Qaranglar, mana tizimlikni yana yozamiz. Ko'rdinglarmi? Ma qatimki farqi mana. O'xshash, ko'rdinglar? Ma program bilan ma ikkisi o'xshash yozadi. Bu yerda qaranglar, integer i4, i++ deb yozish kerak qolmadi. 4 ni yozmadim. Qarang, nima bo'ldi bu? For string. Qaranglar. Chunki nima ma array deymiz. Tizimlikka n bo'lganligi uchun nima qildik bu yerda? String bo'lganligi uchun men string yozgan bo'ldik. Andan keyin tizimlikning ismi nima edi? Ismlar. Shunga qarang, ismlarni yozgan bo'ldik. Mana avtomatik C++ qanday qilsa avtomatik har qatim bir atab qaranglar, mana o'xshash narsa yozib beradi. Buni ishlasam, biz buni ko'p vaqtlarda sonlarni to'plash uchun va yoki nima qilamiz? Sonlarni to'plash yoki sonlarni ekranga bosib qo'yish uchun qilamiz. Ammo bu ikkisining o'xshamaydigan nurg'un farqi bor. Ma for each qilgan ba'zi mashg'ulotlarni sizlar biz ma for bilan qilmaymiz. Sizlar bu darsni chiqib qo'yishlarni ortiqim yo'q, bu bir. İkincisi, miyada 4 yazdık. Mesela deyişimler mümkün 10 lap kalsa, 100 lap kalsa, az kim yazıp koysak çatak çıkmadı, elbette çatak çıkmadı. Aslında bizim 4 ne? Otomatik hesaplaş usulü var. Ama yazısının ki bir şeyin artıkım yok. Çünkü burada siz memory size of elements de bir nasıl işletimiz, onun eksilerinki dikkatinin çaçkını yok. Şu an onlarla atıyla ötep gitken buldum. Hem de sizlerge dersimiz tüyütüştüm burun. Mesela karanlar, manisiyle kırvatsızlar. Sizler mesela şunday bir array'nin içinde en çoğun sanını tip bakaydı. Yoki en küçük sanını izlep tip bakaydı. Qanday qilamiz? Şimdi ko'raylik. Ondan keyin dersimizni tugaymiz. Mesela men qanday qilay? Men yana bir qilay. Cout deymiz. Cho'ng sanını toplaydi. Cho'ng yoki kichik sanni tipish deyli. Qaranglar, biz mana bir kiritaylarni keyin darsimizni asla tugatsak bo'ldi, to'xtatsak. Masalan, buning uchun men yana bir array oluşturaylik. Qaranglar, mesela integer deyli. Bu qatim nima bo'lsin? My numbers olsun. Sonlarim olsun. Açdım. Mesela nima deyli, bununla azroq sonlar qo'shaylik. Mesela 1 bo'lsin, 10 bo'lsin, minus 2 bo'lsin, qancha bo'lsin, 30 bo'lsin. Xalqan chizvatim, mana hech qanday farqi yo'q. Masalan, qancha yozaylik? 8 bo'lsin, 5 bo'lsin, 2 dan 8 bo'lsin mayli, 9 bo'lsin mayli, 6 bo'lsin. Andan keyin yana minus 10 bo'lsin. Qancha? 35 bo'lsin. 60 daqiqasida minus 10 bo'lsin. 7 bo'lsin, 6 bo'lsin. Bo'ldi. Mushtaqlaylar, qaranglar. Bunda bir my numbers deb sonlarni shakllantirgan bo'ldik. Qaranglar. Maqsadimiz nima qilamiz sonlar massasining ichidagi biz eng cho'ng sonni deb qo'yaylik. Qarasak, eng cho'ng son qancha miyada? 30 ni ko'rasizlar, shunami? Qarang, 30. Qaraylik, 30 ni topa olamdik, topamadik. Ondan keyin eng kichik sonni deb boqamiz. Eng kichik son qancha? 10. Ondan keyin darsimizni to'xtatamiz. Qaranglar. Hamsi topaylik. Eng kichik sonni tepish. Ve comment deb qo'yaylik. Deymiz, eng kichik sonni tepish deylik.
Qana topamiz. Uni tepish uchun biz bunday qilamiz. Qaranglar. Ma'lum fuqarolar var. Bu bir array bo'ldi hozir. Masalan, qaranglar, masalan, see out qilib my numbers deb o'sha 0 yozsam qaychi ko'raman hozir. 0 yozsam ko'rsizlar, qancha 1 ni ko'rmizlar. Qaranglar, run qilib qo'yaylik. Run. Qaranglar, mana men 1 ni ko'ryapman, shundaymi? Yaxshi. Demak, bu bir array degan. Endi meni maqsadim nima? Qarang, buni comment qilaylik. Ben shuni men kichik san deb qilib qo'yayman. Integer dedim, my min dedim. Mening kichik sanim kim bo'lsin? O'sha san bo'lsin. Qaranglar, my numbers deb arrayni oldim-ku. Shuningdek, birinchi sanni kichik san deb paraz qildim. Okay, paraz qildim. Okay, paraz qildim. Okay, my min dedim. Shu mening eng kichik sanimda shuni paraz qilgan bo'ldim. Endi qanday qilaman? My ikkisini solishtirman. 1 10dan kichikmi? Kichik. Unda bo'lsa yangi ishlamayman. 1 minus 1dan kichikmi? Yo'q. Minus 2 1dan texmi kichik. Unda bo'lsa kimda qilman? Ikkisini almashtirman. Qaranglar, unda bu shuni qanday qilishim kerak? Buni oxirgisi butkul sonlar bilan birin-bir solishtirishim kerak. Buni shuni qilishim kerak. Albatta bir tane loop oluşturishim kerak mana. Integer I start from 0 dan boshlaydi, yoki 1 dan boshlashdan bo'ldi. I kichik sanaylik. Qaysi son bor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son bor ekan. 12 and then I plus plus. Ashtoq taqadoq miyakaldoq. And parazimiz nima? Bir comment shifimiz qaranglar. If dedik. Agar my min mening kichik deb paraz qilgan sanim agar cho'ng bo'lib qolsa my numbers nima my numbers boshqa sonlardan kichik bo'lib qolsa qanday erishimiz? Indeks erishimiz. Qaranglar mana. Agar my son qaranglar. Menga agar my min qaranglar, my minda paraz qilgan kichik sonim navada cho'ng bo'lib qolsa, masalan kimdan? Masalan, qaranglar mana, minus 2 dan cho'ng'i, unda cho'nglab qolsa, qanday qilishim kerak? Buni yangishim kerak mana. Qaranglar, my min sabab, qilma. Kimni almashtirman? Men cho'nglab qolgan son bilan almashtirman. Mana ikkisini yangishlayman. My I. Did. Okay, mana kimdan qilamiz? Sabab. Okay, with the small, okay, what? Small number. Okay, smaller number. Okay, kichikroq son bilan shakllantirgan bo'ldik mana. Ondan keyin mana shu do'ngga chiqqandan keyin nima qilib desanglar, mana halqa tuzilgandan keyin albatta buni kichik sonni chiqardi. Masalan, see out deydi. Qaranglar mana my, okay, minimum. Okay, minimum number is deydi. Qancha mana? Qancha vada? My min mana. Deb end line. Qarab boqaylik qada. Mishada haqiqatan minus 10 ni topalamda, topamamda. Buni ko'rib boqaylik. İstanbul'da akşam bo'ldi. Run. Voy, qaranglar buni. My minimum number is qancha? Minus 10. Minus 10 ni topolgan bo'ldi. Mana agar bu son 1000, 100 ming, millionlarcha son bo'lsa, mana shunday topa olasizlar. Shaqqada chiqarmishlar. Endi shundan qarab turib biz qancha topaqaylik? Maksimum nomini topaqaylik. Maksimum nomini qana topamiz? Yana o'xshash mush kodni yozamiz. Bu qatim nima ish qilamiz? Integer, qaranglar. Men yozaylik cout, yozaylik cout. Find the maximum number. Number yazaylik. Evet. Bu qatam yana bir son paraz qilamiz. Integer my max dedim. Yana o'sha paraz qilaydi. Qaranglar, shu birinchi sonni mening cho'ng sonim deb paraz qilaydi. Buni paraz qildim. Okay, nima my max is my greatest number. Bundan keyin nima ish qilaman? O'xshash mod kodni yozib, qayta-qayta masalani hammasini solishtirman. Agar mening my
cho'ng degan sonim ma'ni tiklab qolsa, masalan, ma'ni cho'ng dedim-ku, ama 10dan kichikmi? Kichik. Unda bo'lsa 10 bilan solishtirishim kerak. Bu shekilda men birini qo'shaylik. 30 30 qaraylik qana 30 ni topa olamda. Unda biz qanday qilamiz? Yana o'xshash forni ishlatamiz. Yani kimden başlayımız? Yani integer I. Noldan başlayımız? Integer I. Yani noldan başlayımız? I küçük mü? Kimden? Yani 12 elde batı. I plus plus. Açtım, sakıdım. Endi iş kılma, bir yerde şart koşma bana. Kararla bana. Eğer, if, bana, kim, my, max. Şimdi çoğun diyen sanın eğer küçük olup kalsa, kasıldı, başka sanların küçük olup kalsa, bunların yenişişim gerek bana. Kılma, if, bana şey doğrulap kalsa, ne kılma? If this condition is true, okay, swap with the what? Okay, greater number. Okay, number. Qilsizlar buni. Qanday qilaman? Mana faqat o'zgartirib qo'ysak ekan bo'ldi. My max'da kimni birman va cho'ng sonni bersam bo'ldi mana. My number ochdim, taqdim, I. Tugdi. Endi qanday qilaman? Mana sonni ekranga yozib qo'yaylik. Men o'rinliq qildim. Mana my condition, my loop. Evet, mana qilaylik. Mana bunday emas, my biggest number is biggest number is nima bo'lacak? Nima bo'ldi? My max. That qarab qo'yaylik, qana 30 ni topa olamdi. Oy. That run. Oy, qarab mana. 30 ni topa oladi. Agar mishaga xalqan sonni yazsam meni o'xshaydi. Masalan, men 60 yozaydi. Qaraylik, 60 topa olaman endi. Evet. Qaranglar mana. Cho'ng son nima ekan? 60. Ya'ni demak bo'lganimiz sonning yeri o'zgarsimi, qanday o'zgarsa o'zgarmasa, namasi o'xshay tepaverdi. Endi ma program qarasanglar biz nomer 1 ni ishlatib bo'ldik, shunami? Agar xohlasanglar mani 1 bilan boshlasanglar texim yaxshi bo'ldi. Masalan, chunki biz 1 ni ishlatib bo'ldik-ku, faraz qilib bo'ldik cho'ng son deb. Qaranglar, yana o'xshash chiqaverdi yana, o'xshash chiqdi. Demak, to'g'ri bo'lgani asli eng yaxshisi mana 1 dan boshlashimiz. Chunki biz 0 degan sonni 0 indeksli bo'lsani biz ishlatgan bo'ldik. Miyatni shu mana. 0 dan boshladik, shunami? 0 ni ishlatib bo'ldik. Unda biz nima deylik? Biz bu yerga 1 ni boshlatdik. Deb, qildik mana. Yana o'sha o'xshash ichida, masalan, o'sha son ichida biroz son boyligini topa olasizlar. Masalan, ma son ichida 8 bormi? Ikkita tanisi turibdi bu yerda. Albatta, birini topamizsa, ikkini topamizsa, bu program qurib o'zgartirasizlar. Masalan, sanab baqsanglar bo'ldi, 60 bormi, yo'qmi? Bo'lsa, uningki yerini topqin deb. Shu shaklda kodlarni yozib bo'ladi. Andan keyin masalan, tizimlikni ko'rdinglar. Masalan, tizimlikda biror odam bormi, yo'qmi? Deb buni topa olasizlar. Bu odatda search deydi, izlash algoritmasi. Bu butkul program tillaridan chiqarilgan narsa. Bana bergan vaqt 45 minut edi. 7:15 da boshladik. Soat 8 bo'ldi. 45 minutda mana dal mushuncha tushadigan bo'ldi. Xulosa qilsak, xulosamiz nima desanglar mana. Demak, C++, C yoki Python bo'lsa ham tillarda agar shunda o'xshaydigan sonlar bo'lsa, biz A, B, C, D deb ayrim manda o'zgarishni tashkillashtirmay, qanday qilamiz? Bevosita qaramiz, sonda bir tizimlik yoki biz dizi array deymiz, yoki bir tizimni shakllantirib, ashuni ichiga qo'yib olsak bo'laveradi. Qo'yib, undan keyin indekslarga erishamiz. Bu sonlar shakllantirgan vaqtimizda kimdan ishlaydi bular? Hammasi 0 dan boshlaydi. Birinchi indeks 0 dan boshlaydi, 1 2 3 4 dan boshlaydi. Undan keyin so'rashlar mumkin. Buni insert 4 qilsam, son atmasam nima bo'ladi? Ata standart o'lchami C++da sizlar shunday bir array shakllantirgan vaqtinglarda C++ bu array ichisiga xohlagan sonlarni qo'yadi, random. Bunda ammo biz menda app onlayn app ishlatganimiz uchun hozir boshdan 0 chiqadi. Aslida 0 chiqmaydi, aslida standart o'lchami C++ kodida har vaqt nisha cho'qim xohlagan sonlar buni 0, -1, maksimum, minimum nomer blok etadi. Shunga C++da biz array ishlatishdan burun nima qilamiz? Ularni 0 bilan temiz bunda initialize qilamiz, ataymiz yoki
Qanday qilamiz? Agar ataydigan sanimiz aniq bo'lsa, mana mandalga sanal to'ldirib bo'ladi. Agar sanimiz biz nima deymiz biz? Default values deymiz, biz boshligim tatbiq qilgan sanlar deymiz. Masalan, men qarasanglar default ismlarni qo'yibdi. Masalan, deymiz mesela Amerika'daki shtatlarni ismini shakllantiraylik. Unda biz nima qilamiz? Bevosita kim yozsanlar bo'ladi, chunki ismi aniq bo'lganligi uchun. Qayta yozishga var bo'lmas. Agar mani yozmasani qanaqa qilsizlar, u vaqtda o'tirib ayrim san yozishinglar kerak. Masalan, 0, 10, 5, 3 deb nolga barni qo'ymay, ani qo'ymay deb qo'yishinglar kerak. Shunga salchi vaqt ketadi. Bo'pti esa men o'sha to'xtab qolay. Ders qatnashganlarga uchun rahmat. Sizlar cho'qim buni rekord qilyapti. Darsdan keyin qayta ko'rsanglar bo'ladi. Ramazondan keyin ko'rishgan bo'ldik. O'tib ketgan Ramazon bayrami muborak bo'lsin. Inshaalloh yana qayta ko'rishib qolamiz. Esa men to'xtatdim. Na.